Biz hozir ulardan xabar olish va kafillik pullarini topshirish uchun yetimlarning uylariga yo'l oldik. Har kuni ertalab G'azodagi yetim bolalar otalik muhabbatini sog'inib uyg'onishadi. Otalari tirik bo'lganida ularga qaragan, nimaniki xohlasa muhayyo qilgan bo'lardilar. Ammo ular hozir yo'q. Shuning uchun bu yetim bolalarga biroz bo'lsa-da otalik hissini ko'rsatish bizga vojib bo'lgan amaldir. Bugun 2025-yil 21-dekabr. Bizga yetib kelgan $2200 miqdoridagi kafillik pullarini mana shunday yetimlarga tarqatamiz. Ushbu xayrli loyiha Imom Buxoriy vaqfi hamda bizga $1000 yuborgan Abu Abdurahmon, $400 yuborgan Abu Muhammad, $200 yuborgan Abu Umar, DJU nomidan $200, Moskvalik Huzayfa nomidan $200 hamda yana $200 yuborgan ism bermagan kishilar nomidan amalga oshirilmoqda. Alloh ehsonlaringizni qabul qilsin va sizlarni ko'plab yaxshiliklar bilan mukofotlasin va sizlarga va farzandlaringizga baraka bersin hamda sizlarni Muhammad alayhissalom bilan jannatlarda birga qilsin. Bergan kafillik pullaringiz uchun tashakkur aytamiz. Mening 4 farzandim bor. Kafillik pullari yana davom etishini umid qilib qolamiz. Alloh sizlarga baraka bersin. Imom Buxoriy vaqfidan minnatdormiz. Alloh sizlarni mukofotlasin. 5 nafar farzandim bor. Uyimiz tamoman vayron bo'ldi va boshpanasiz qoldik. Kafillik loyihasi yana davom etishini iltimos qilib qolamiz.